konditsioner yoqib olgan вообще sib ketibdi. To'xta, mashinaga chiqib sirazi konditsioner yoqish qancha zararligini bilasanmi? Siz bilarmidingiz? Kunlar isib ketishi bilan ko'pchilik odamlar mashinaga o'tirib sirazi konditsioner yoqishadi. Bu qanaqa zararligini bilasizmi? Birinchisi, tashqarida issiq havo, mashina ichida sirazi konditsioner yoqish hisobiga sovuq havo bo'ladi. Bu tana haroratida keskin farq olib keladi. Bu sog'liq uchun juda katta zarar hisoblanadi. Ikkinchisi, konditsioner ishlaganda havo harorati keskin quriydi. Bu esa tomoq og'riq, burun bitishga olib keladi. Uchinchisi, bolalar va katta yoshli odamlar uchun xavfliroq hisoblanadi. Chunki bolalar mashinaga chiqishi bilan konditsioner yoqsa, konditsioner havosi to'g'ri bolaga ta'sir qilsa, bu faringit, laringit bo'lishi mumkin. Xo'sh, unda mashina konditsionerdan qanaqa foydalanish kerak? Avval eshik oynalarini ochib, mashina ichidagi issiq havoni chiqarib va mashinada 1-2 minut ventilyatsiyani yoqib, keyin konditsioner yoqishni tavsiya qilaman. Ikkinchisi, havo oqimi to'g'ri yuzga emas, oynalarga yoki tepaga qaratib qo'yish kerak. Uchinchisi, haroratni asta-sekin tushirish kerak. Mashina ichidagi harorat 22-23 gradusdan pasayib ketmasligi kerak. Bu videoni doimo mashina konditsionerini baland qilib yuradigan tanishlaringizga borib qo'ying.